Bu yerda men ishlasam oilamni boqolmayman. Nimaga? Mana qara, kuniga kamas armaturalar kelyapti. Armaturalarni ikkita-ikkitadan uxlasam kuniga. Xo'jayin bilib qolsa, qamalib ketamanmi? Qamalib ketasan. Oilamni kim boqadi? Har bittingga borib endi pul tashlab ketlaring endi men yalinmayman endi nima? Kerak emas menga bunaqa. Bu yerda tok ursa nima qilaman? O'lib qolishi mumkin. O'lib qolishi mumkin. Ha. Keyin azim nima qilib bo'ldi desa, tok urib o'lib qoldi deb o'ylashadimi? Ha. Ya, men o'rabini to'g'ri kelmaydi bu. Ha, yana nima bo'ldi? Bo'lmaydi, ishlolgan bu yerda. Nimaga? Eshik ochiladi, yopiladi. Klient aramas ekan bu yerda. Yaxshi-yu. Bular zararga ishlayaptimi, foydaga ishlayaptimi bilib bo'lmayapti. Nimaga? 1-avgustdan 31-avgustgacha Lider Avtocity avtosalonida mashina olgan insonlarga 4 ta yangi balon taqib berishayotgan ekan. Zo'ru. Voy, men bunaqa klientlar bilan ishlayman. Klient ko'pligini qarang, bunaqa. Men jinni bo'lib qolaman bunaqa. O, nima bo'lib qolasan? Jinni bo'lib qolaman. Qurilishda ishladim. Elektrisetlik qildim. Onasini yemsa, avtosalonda ham ishladim. Ishlamayman, qarochi. Yotaman. Jinni. Qayerdan keladi pul ishlamasang? Keladigan joyi bor. Joyi bor. Qanaqa joy? Qayerdan keladi? Qayerdan kelishini bilmadi bu, lekin keladi. Jinni bo'lib qolsa, ish qidirish kerak, to'ray o'rningdan. Keladi bir kun. Pul topish kerak. Attanamchilar deydi, bir kun ko'rasan, boy bo'laman. Muslimim